Tadbirkor odam borki, daromad ko'payishini, biznesi gullab yashnashi, rivojlanishini xohlaydi. Shu sababli networking qiladi, biznes klublarga qo'shiladi, ilm oladi. Bugun sizlar bilan aynan shu mavzuda go'shtli kontent bo'ladi. Biznes klublardan qanaqa qilib maksimum effekt olsa bo'ladi. Ismim Ibrohimjon Eminov, Smart Life kompaniyasining asoschisiman. O'zbekiston bo'ylab 16 ta filialimiz mavjud. Apple mahsulotlari va gadjetlarini savdosi bilan shug'ullanamiz. Asoschilar klubini a'zosiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, hamma muvaffaqiyatli tadbirkorlar ularning muvaffaqiyatiga atrof muhiti ta'sir qilgani haqida juda ko'p gapirishadi. Sababi nima? Oddiy yuqumlilik effekti. Sodda tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. O'zimni biznes yo'limni boshlagan paytimda atrofimda bironta tadbirkor qarindoshim yoki akam, tanishlarim bo'lmagan va muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytlarimda nima qilishni, kimdan maslahat olishni bilmasdim. Qo'pol qilib aytganda, kimga dardimni aytishimni bilmasdim. Birinchi biznesim umuman o'xshamagan sababi tez taslim bo'lganman. Shunchaki nima qilishimni bilmay bankrotligimni tan olganman. Agar o'sha paytda menda bankrot bo'lish tajribasi bo'lgan odam, og'ir paytlarda, sezon yo'q paytda, men tushgan holatlarda yechimini bilgan atrofimda kuchli tadbirkorlar bo'lganda edi, o'sha biznesimda pul yo'qotmagan, xatolarni balki qilmagan bo'lardim. Oddiy maslahatlashadigan odamlarim bo'lmagan. Shundan keyin atrofimda tadbirkor insonlar bo'lish kerak ekan degan qarorga kelib, shu tadbirkorlarni qidirishga tushganman. Tabiiyki ularni kurslarda topganman. U paytda biznes klublar deyarli yo'q edi. 2018-yillar atrofida. Shu tadbirkorlar klubiga qo'shilganimdan keyin klub ham emas, shunchaki tadbirkorlar yig'ilib fikr almashamiz, networking qilamiz. O'sha paytda ko'z oldimda mendan bir necha barobar, 5 barobar, 10 barobar ko'p pul topayotgan odamlarni ko'zim bilan ko'ra boshlaganman. Ular qanaqa oson topyapti bu pulni va ichkarida ishonch hosil bo'lar ekanda. Odam o'zi ko'zi bilan ko'rsa, ishonch hosil bo'lar ekan. Misol uchun uzoqqa marafon yugurishda ham birinchi odam rekord qo'ygandan keyin 16 yilcha vaqt ketgan bo'ladi o'sha rekordni qo'yilishiga. Lekin o'sha odam qo'ygandan keyin juda tez takrorlashadi. Sizlar ham bu misolni eshitgan bo'lsalarinki, biznesda ham xuddi shunaqa. Ko'zingiz bilan ko'rsangiz ishonishingiz oson bo'ladi. Ayniqsa u odam bilan siz bemalol fikr almasha olsangiz, u narsa sizga yuqadi. Imkoni yo'q, yoningizdagi odamlar muvaffaqiyatlarga erishib tursa, siz hech nima qilmasligingiz. Aynan shu sababli tadbirkorlar networkingga intiladi, klublarda bo'lishni xohlaydi. Sababi ko'z oldida muvaffaqiyatga erishgan odamlar bo'lsa, bu odamning harakat qilishi, maslahat olishi, hozirgi kundagi muammolarga yechim topishi osonroq bo'ladi. Biznesimizning rivojlanishiga klub, tadbirkorlar, networking foyda berayotganini sezganimdan keyin juda ko'p klublarga qo'shilishni boshladim va bir xilgilarda shunchaki vaqtim besamar ketdi, bir xilgilardan o'zimga foydali narsa oldim. Shuning uchun hozirlarga qanday qilib to'g'ri atrof muhit tanlash bo'yicha roadmap, ya'ni xarita tuzamiz, qadamlar bilan ko'rib chiqamiz. Nima qilsangiz sizga o'zingizga mos keladigan atrof muhit hosil qilasiz va o'sha atrof muhitdan maksimum effekt olasiz. Birinchi qadamimiz bu maqsad bo'ladi. Siz qo'shilmoqchi bo'lgan hamjamiyatni, klubni yoki o'sha networking bo'ladigan nuqtani maqsadi nima o'zi? Shunchaki informatsiya almashishmi yoki-da uni ketadigan qanaqadir bir yo'li, maqsadi bormi? Nima uchun bu narsani aytyapman? Qisqa muddatlida networking effekt berishi mumkin, lekin klubdan maksimum effekt olish uchun sizda uzoqroq muddat doimiy aloqa bo'lishi kerak. Sababi aytdim boshida, yuqumlilik, muvaffaqiyat bu yuqumli narsa. Sizga yuqishi uchun siz ko'proq o'zga o'xshagan insonlar bilan kontaktda bo'lishingiz kerak. Sizga bir yo'lda yuradigan odamlar davay qilish kerak. Maqsadi yo'q narsa uzoqqa bormaydi, tarqalib ketaveradi. O'zim shu uzoq yillar mobaynida ko'p klublarda bo'lgan bo'lsam, xuddi Telegramda yangi ochilgan gruppada hamma qizg'in bo'ladi-yu, hamma bir-biri bilan informatsiya almashadi, gaplashadi-da, 3 kundan keyin sovib qoladi. Hamma yana o'zining muammolari bilan, o'zining ishi bilan davom etgan bo'ladi. Agar klubda aniq bir maqsad bo'lsa, qadriyatlari aniq bo'lsa, shu maqsadga o'zini maqsadi tushgan odamlar yig'ilgan bo'lsa, tasavvur qiling, bu juda ham katta kuch. Hamma klubda rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shadi, hamma qiymat almashadi va bu joyda siz aniq maksimum effekt olishingizga shans bo'ladi. Misol uchun, asoschilar klubini menga eng yoqadigan narsasi bu uni maqsadi, bu uni ketayotgan yo'li. Shu qo'shilganim sababi ham shu klubga shu narsa bo'lgan. Biznesmenlar
doimiy ravishda operatsion muammolarni hal qilish bilan o'tib ketadi. Ularni biznesi rivojlanmasligining sababi ularda vaqti yo'q, biznesni rivojlantirishga, strategiya tuzishga o'tirib vaqti yo'q. Tinimsiz telefoni jiringlaydi. U muammoni hal qilish kerak, bu muammoni hal qilish kerak, uchrashuvlar tinimsiz. Shu sababli biznes rivojlanmasdan yildan yilga 20% ga 30% ga rivojlanishi mumkin, lekin keskin rivojlanishlar bo'lmasligining asl sababi tadbirkorda vaqt yetishmasligi. Na oilaga vaqt ajrata oladi, na do'stlarga va na biznesini o'zi xohlagandaqa rivojlantirib olmaydi. Bu hammasi shu operatsionkani ichida ko'milib qolishidan. Biznes rivojlangani sari tadbirkorning vaqti, umri, asabi hammasi shu biznesga ketib qolishida. Aynan shu muammoga yechim izlagan tadbirkorlar bir nuqtada asoschilar klubida birlashgan. Shu operatsiyonkadan chiqish maqsad. Birinchi klubga qo'shilgan odam shu narsani xohlaydigan odam bo'lsa qo'shiladi. Filtrlardan bittasi shu. Operatsiyonkadan chiqqan tadbirkor o'zini moliyaviy erkinligidan ajratgan bir qism pulini asoschilarga investitsiya qilishi. Bu menga juda ham motivatsiya bergan, sababi men biznesimni endi boshlagan paytlarimda juda ko'p insonlarga biznesini rivojlantirish uchun investor oqtarib, pitchlar qilganman, investorlar bilan muzokara olib borganman, pul jalb qilishim juda ham qiyin bo'lgan. Tushunishmagan meni. Qanaqa g'oyam bor, qanaqa pul qilsa bo'ladi. Zo'r pul qilsa bo'ladi, lekin investor yo'q. Baribir topilgan, meni qo'llab-quvvatlaydigan inson necha martadir urinsangiz bo'lar ekan va o'sha inson hozirgacha zo'r daromad topgan. Tasavvur qiling, g'oyasi bor, o'zini shu ishga bag'ishlashga tayyor bo'lgan insonlarga pul tikadigan insonlar hamjamiyati bo'lsa, O'zbekistonda ko'proq bizneslar bo'ladi, ko'proq insonlar ish bilan ta'minlanadi, ko'proq insonlarga manfaat yetadi, yaxshi zo'r startaplar bo'ladi. Qachon bu narsalar bilan tadbirkor shug'ullana oladi? Qachonki operatsiyonkadan chiqsa, ichki muammolarni operatsion direktor hal qilsa, u faqat strategiya bilan kompaniyani rivojlanishi, kelajagi bilan shug'ullansa, o'sha paytda unda qo'shimcha vaqt bo'lishi mumkin, moliyasini bir qismini boshqa bizneslarni qo'llab-quvvatlashga, boshqa asoschilarni qo'llab-quvvatlashga sarflasa. Qachondir bizgadir kimdir yordam bergan, bugun mana vaqti keldi, biz ham qaysidir asoschilarga yordam berishimiz kerak. Agar hamma jamiyatda bir-biriga yordam bersa, o'sha joyda farovonlik, o'sha joyda rivojlanish bo'ladi deb o'ylayman. Aynan shu maqsad meni asoschilar klubiga qo'shilishimga va bor resurslarimni shu klub rivojlanishiga sarflashimga sababchi bo'lgan. Xaritamizda ikkinchi qadam bu klubda tizim bormi yoki yo'q. Siz qo'shilayotgan joyda tizim bo'lmasa, bilingki muvaffaqiyat bo'lmaydi. Bu klub uzoq yashamaydi. Nimaga bu narsani aytyapman? Bitta ishni bir marta zo'r qilish bilan biznesda effekt olib bo'lmasligini siz juda ham yaxshi bilasiz. Daromad qachon bo'ladi? Qachonki muvaffaqiyat daromad keltiradigan narsa takroriy bo'lsa. Siz doimiy shu ishni qilasangiz, sizga doimiy pul kelib tursa, o'shanda muvaffaqiyat bo'ladi. Klublarda ham, networking hamjamiyatlarida ham, shu biznes o'tirishlar deymiz, shularda ham ba'zida bo'ladi, odamlar ba'zida yig'iladi, ba'zida yig'ilmaydi. Hammani ishi bor, hamma o'zini ishiga chalg'iydi, hammani o'zini muammolari bor. Shu sababli doimiy sizga kerakli bo'ladigan odamlar bilan ko'risha olmaysiz. Qanchadir qism keladi, qanchadir qism kelmaydi. Klubda agar aniq maqsad va tizim bo'lmasa, shu uchrashuvlar bekor bo'lib ketaversa, siz atay shu vaqtingizni bo'shatdingizda, lekin o'sha kun uchrashuv bo'lmadi. Bor holatmi? Sizni hayotingizda menimcha ko'p duch kelasiz. Tizim bo'lmasa, shu tizimga qaraydigan insonlar bo'lmasa, shundan manfaatdor insonlar, misol uchun klubni administratorlari, uchrashuvlar tashkillaydigan insonlar, doimiy fokusi shu ishda bo'lgan jamoa bo'lmasa, uzoq muddatda effekt olib bo'lmaydi. Shunga ham e'tibor berish kerak, sababi o'sha klublarda juda ko'p bo'lgan paytimizda borasiz, shu networkingni o'rniga bir xilga paytda umuman boshqa mavzularga chalg'ib ketib qolinadi. Keraksiz, foydasiz bu mavzularni muhokama qilishdan umuman mantiq yo'q. Yokida bitta inson mikrofonda ovoladida bo'ldi, hamma shuni eshitishga majbur. Hech kimga gap bermaydi. Filtrlanmagan,
Qachon nima muhokama qilinishi tizimda yo'q. Siz o'tirasiz, ensiz qotib, keyingi safar shu bilan kelmaslikka qaror qabul qilasiz. Bunaqa narsa bo'lmasligi kerak. Hamma narsa aniq rejalashtirilgan va o'sha reja bo'yicha ketish kerak. Agar tizim bo'lmasa, katta ehtimol bilan siz maksimum effekt ola olmaysiz yoki qiyin bo'ladi. Siz alohida kimnidir vaqtini olib, u bilan alohida o'tirib gaplashishingiz kerak bo'ladi. Cho'zilib ketadi bu narsa yoki sizga yoqimsizligi uchun shunchaki keyingi safar bormay qo'yasiz. O'zingizga to'g'ri keladigan hamjamiyat tanlashda, klub tanlashda 3-qadamimiz, bu eng muhimlaridan bittasi, kalibr degan narsa bor. Fikrlashi sizdan 50, 100 yoki 1000 barobar katta tadbirkorlarga qo'shilsangiz zo'r. Odatda biz shuni xohlaymiz. U osmondagi oylar bilan birga yursak, biz ham milliarderlar bilan yo'lga chiqsak, milliarder bo'lamiz. Ular bilan birga gaplashib yursak, biz ham o'stirib boradi. Lekin iyarxiya degan narsa bor, qiymat degan narsa bor. O'zingizdan juda ham balanddagi odamlar klubiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, odatda siz ularga beradigan qiymatlaringiz bo'lmaydi-da va ular sizga doimiy ravishda berishdan manfaat ko'rishmaydi. Juda ko'p klublarda shunaqa narsa bo'lgan, узкий kruglarga bo'linib qoladi-da, u yoqda boshqa mavzu, bu yoqda boshqa mavzu, ular bularni bir-biriga yaqinlashtirmaydi. Hamma ko'p pul topadiganlar alohida bo'lgan, ular bilan gaplashaman desangiz qanaqadir mensimaganlik bo'ladi. Shu narsa parokandalikka olib keladi. Bitta maqsad yo'lida yuradigan yelkadosh insonlar bo'lmaydi shunda. Nima bo'lish kerak? O'zingizdan 5, maksimum 10 karra ustunroq odamlar klubiga qo'shilish kerak. Agar bundan oshib ketadigan bo'lsa, muvozanat buziladi. Siz u odamlar bilan erkin, do'stona muloqot qila olmaysiz. Samimiyat yo'qoladi. Avtomatik ravishda qiymat berish masalasi o'rtaga chiqadi-da, kimlardir shunchaki zerikishni boshlaydi. Siz muhokama qilayotgan muammolar sizdan 50 barobar tevadagi odamga umuman qiziq emas, u davno bu muammolarni hal qilib bo'lgan, o'ylamaydi ham bu narsalarni, esidan ham chiqib ketgan bo'lishi mumkin bunaqa muammolar borligi. Bu tabiiy hol. Imkon qadar o'zingizdan 5 barobar, 10 barobar ustunroq bo'lgan klubga qo'shilsangiz, siz ham nimadir jabhalarda qiymat bera olasiz va o'zingizga ham maksimum zo'r effekt ola olasiz. 4-qadam bu filtr. Siz qo'shilmoqchi bo'layotgan klub yoki hamjamiyatni filtr qilishingiz kerak bo'ladi va sizni ham ular filtr qilyaptimi, yo'qmi, shu narsaga e'tibor berish kerak. Nimaga bunaqa deyapman? Agar siz klubga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, shunaqa to'lovi bor, qo'shilsangiz bo'ladi deb agar sizni tez qo'shishayotgan bo'lsa, shunchaki suhbat qilishdi bo'ldi, tez qo'shishayotgan bo'lsa, bilingki, siz qo'shilayotgan joyda mashiniklar bo'lishi ham mumkin, sizga umuman to'g'ri kelmaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Klubda qanchalik filtri qattiq bo'lsa, u klubga qanchalik kirish qiyin bo'lsa, bu klub shunchalik ko'proq qiymat bera oladi sizga. Nima uchun bu savolni beryapman? Klublarda juda ham ko'payib ketgan bu narsa. Mutaxassislar kirib oladi-da, atay shu o'zini mahsulotlarini sotish uchun qo'shiladi klubga. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, SMM yoki marketing yokida boshqa aynan uslugachilar bo'ladi-da, aynan shu tadbirkorlar klienti, shu klientlari o'sha joyda borligi uchun qo'shiladi va kirganidan faqat qiladigan ishi sotuv bo'ladi, shu o'zini mahsulotini sotish bo'ladi. Yokida mashiniklar ham klublarga qo'shilishi mumkin. Nimaga? Tadbirkorlarda pul bor, ularda resurs bor, ularda tanish bilishlari bor, ulardan foydalanishga harakat qilishadi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Filtri yumshoq bo'lgan, qo'shilish juda ham oddiy bo'lgan, pulini to'lasangiz bo'ldi bo'lgan joy bo'lsa, ehtiyot bo'ling, aldanib qolishingiz mumkin. Klublar orasida juda ham ko'p bo'lgan bunaqa amaliyotlar, tajribamizda juda ham ko'p ko'rganmiz. Shu muammoga duch kelmasligingiz uchun filtrni qattiq qiling va sizga nisbatan ham filtr bo'layotganini inobatga oling. 5-qadamimiz, bu ham eng asosiylardan, klub ishlatadigan instrumentlar. Bitta klubga qo'shilayotganingizda faqat yig'ilishlar bo'ladigan bo'lsa yoki faqat spikerlar chaqiriladigan bo'lsa, effekt olishingiz olasiz, lekin u darajada yuqori emas. Qachon effekt yuqori olishingiz mumkin? Qachonki har bitta qilinadigan ishdan, klubdagi instrumentdan mantiq bo'lsa. Mantiq shunchaki klublarda shu narsa qilinadi, shuning uchun biz ham qilishimiz kerak deb qilinayotgan bo'lsa, bu ishdan mantiq yo'q. Shunchaki kopiya qilishlikdan, shunchaki taqlid qilishlikdan odatda foyda yo'q. Har bir qilinadigan instrument tagida mantiq bo'lish kerak. Misol keltiraman, bizda asoschilar klubida badi degan narsa tashkillashtirilgan ekan. Bu badiga qo'shilganimizda odamlarni bir-biriga nisbatan bizneslarini tanishi bir 70-80% ga oshib ketdi.
Bizni badiyimizda 5 ta 6 ta tadbirkor bor edi. Ular bilan shu paytgacha ko'rishgan edik, lekin bizneslari nimaligini bilardik-ku, ichidagi jarayonlar qanaqa bo'lgan, ulardan instrumentlarni qanaqa foydalanishadi, qanaqa tizimlashtirishga, biznesini rivojlantirish uchun, aynan daromad keltirish uchun nima instrumentlardan foydalanishadi, shu narsalarni o'tirib muhokama qilganimizda biz u insonlarni yaqindan tanishni boshladik. Ularning salohiyatini, ulardan nimalarni o'rgansak bo'ladi, bir-birimizga qanaqa resurslarni almashsak bo'ladi, bir-birimizga mijozlar almashsa bo'lishini bildik. Misol uchun kimdadir CRM ni 5,000-6,000 dollarga o'rnatib beraman deyishgan, aldashayotgan bo'lgan, oddiy boshqa tanishimiz deyarli bepulga qildirib berdi CRM ni. Shunaqa holatlar bo'ldi. Klubdagilar bir-biriga qiymat berishi tezlashib ketdi. Tasavvur qiling, 50 ta odam bir-biri bilan bir narsani muhokama qilyapti. 5 kishi bir narsani muhokama qilyapti. 5 kishida effekt yuqoriroq bo'ladi, bir-birini tanishi uchun yetarlicha vaqt bo'ladi va yana bitta menga zo'r yoqqan tomoni, bir haftada faqat bitta insonni biznesiga yordam berar ekanmiz. Mantiq nima? Shu tadbirkorlar, yig'ilgan insonlar bir-birini qo'llab-quvvatlasin. Mana mantiq. 5 ta odam yig'ildi, 4 kishi shu bitta odamni biznesi hafta mobaynida rivojlanishi uchun yordam beradi. O'tirib razbor qilamiz. Nima muammolari bo'lsa, qolgan 4 kishi qo'lidan qanaqa yordam kerak bo'lsa, o'rtaga tashlaydi dasturxonga. Faqat tajribadan o'tgan gaplargina gapirilar ekan, xolos. Shunchaki siz shunaqa qilsangiz yaxshi bo'lib ketadi, siz shunaqa qilsangiz yaxshi bo'ladi emas. Shu tajribamda shunaqa narsa bo'lgan. Bu muammoga shunaqa qilib yechim qilganmiz va shunaqa natija olganmiz deb gapirish mumkin xolos. Shunchaki havodan olib maslahat berish yo'q, faqat real keyslar aytiladi. Va o'sha keyslardan o'zi tanlab olganlarini hafta davomida men shu ishlarni qilaman deydi tadbirkor. Haftani oxirida sizlarga doklad qilib topshiraman deydi. Va hafta mobaynida narigi 4 ta odam mijozlardanmi yoki o'sha inson o'sha ishlarni bajarishiga qanaqa yordam berish kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam beradi. Bu zo'r sxema, bizda juda ham o'xshadi. Ayniqsa bitta tadbirkorimiz shu badiydan chiqib, to'g'ri borib 50 ming dollarlik yengil savdo qilib qo'yibdilar. Odatda 50 ming dollarlik chek savdo qilish uchun ko'p vaqt talab qiladi-da. Hammani biznesda har xil, lekin oson ish emas. Misol biz 850 dollar, 900 dollar o'rta chekda iPhone sotadigan bo'lsak, u odam 50 ming dollarlik savdoni qilyapti. Shunchaki o'sha klubdan olgan ishtiyoqini evaziga chiqib qildi. Men maza qildim shunaqa rezultatlarni o'zim ko'zim bilan ko'rib, badiy tizimi zo'r ishlar ekan. Klubda ichidagilar bir-birini yaqindan tanib olar ekan. Yani bir oydan keyin hamma uchrashib bo'ldi. Bir oydan keyin badiy tarqalyapti-da, boshqa insonlar bilan umuman yana badiy bo'lib birlashyapti. Hamma bir-biri bilan instrumentlar almashinuvini o'tkazyapti. Yana bitta yoqqan joyi, eng zo'r effekt olgan odamlar yig'ilishimizda chiqyapti-da, shu badiy tizimida men shu instrumentlarni shu tadbirkor akalarimizdan maslahat sifatida oldim, o'zimni biznesimda qo'lladim va shunaqa natija oldim. Qolgan hamma o'xshagan keyslarni o'zini biznesida qo'llash imkoniyati mavjud. Hamma bizneslar odatda muammolar bir-biriga yaqin-u, ko'ryapmiz, tadbirkor chiqib savdosi necha barobar oshganini prezentatsiyada ko'rsatib beryapti. Bu juda ham mazza qiladigan narsa. Real tadbirkorlar bir-biriga tajribasi bilan foyda berishi shunaqa bo'ladi deb, o'zim ko'zim bilan ko'rganimga rosa ham xursand bo'ldim. Mana badiy instrumentining mantig'i shu. Tadbirkorlar bir-biriga real yordam bersin. Ko'p klublarda dacha formati bor. Hamma tadbirkorlar bilan birga dam olsa, hamfikrlar bilan dam olsa, bunda ham mantiq bo'lish kerak deb o'ylayman. Shunchaki borib, cho'milib, dam olib, yeb, ichib qaytib kelish emas. Bitta muammo bilan borish kerak dachaga. Bitta shu muammoni hal qilaman deb borish kerak, niyat qilib borish kerak va shu muammoni hal qilgan odamlar spiskasi bo'lish kerak sizda. Kimlardan so'rasam bo'ladi shu savolni. Shu alohida узкий kruglar bo'lgan paytda hamma hali shu samimiy bo'lib qoladi-ku, dachada dam olyapti, hamma muammolar unutildi. Shu raslabitsa qilib maza qilib turgan paytda samimiy so'rab olish kerak. Shunaqa qanaqa qilsam bo'ladi? Shu muammoim bor. Ishlarni delegat qilishda bolalarga bersam, manchalik rezultat qilisha olmayapti. Oddiy takrorlanadigan muammolar, shuni kimdir yechib bo'lgan. Velosiped ixtiro qilishni kerak yo'q. Shu bor velosipedni olib minish kerak bo'ldi. Shuni so'rash kerak. Kimdan so'rashligingizni oldindan bilib olish kerak. Dachaga borayotganda shunchaki dam olaman emas, aynan mana shu muammoyimga shu tadbirkorlardan yechim so'rab ko'raman deb borish kerak. Mantig'i shu. Tadbirkorlar
o'ta dam olayotgan paytda samimiyati rosa ochilgan bo'ladi, o'sha paytda so'rab olish kerak. Yana juda ham ko'p instrumentlar bor. Mehmon spikerlar kelishi mumkin, razborlar bo'ladi, chet el safarlari bo'ladi. Undan tashqari, misol kitobxonlar klub ichida birlashib kitobdagi olgan bilimlarni o'zaro bo'lishadi. Shu narsalar shunchaki bo'lish kerak deb emas, aynan bir mantiq bilan bo'lish kerak. Siz o'zingizga savol bering, nima uchun boryapsiz? Sizda shu qilinayotgan ishdan mantiq bo'lish kerak, aynan maqsad bo'lish kerak. Borganingizda shu mantiqqa to'g'ri keladimi u joy? O'sha mantig'ingizga to'g'ri kelmasa foydasi yo'q-da. Borasiz, vaqtingiz undan ko'ra biznesingizdagi bir jabhaga yoki oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan vaqt o'tkazganingiz ancha afzalroq edi. Shuning uchun oldindan niyat qilib borsa, mantig'iga to'g'ri kelsa zo'r, maksimum effekt olasiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, tadbirkorlar uchun klub bu yoningizda turadigan, yelkadosh, davay qilib turadigan, xuddi tasavvur qiling, sinfdoshlaringiz bilan toqqa chiqib ketyapsiz. Yarim yo'lda to'xtashning iloji yo'qda. Oyog'ingiz qayrilib ketsa ham kimdir yelkasiga oladida sizni olib chiqib ketadi, tog'gacha chiqasiz. Maqsad tog'ga chiqish edi, sinfdoshlar bilan bo'lsa aniq chiqasizda. Siz ustingizdan masxara qilib bo'lsa ham sizga motivatsiya berib olib chiqib qo'yishadi o'sha tog'ga. Yarim yo'lda qolib ketmaysiz. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Tadbirkorlar bilan yelkama-yelka bir klubda, bir maqsad ostida birlashgan tadbirkor faqat o'sadi. Unda mantiq bo'lsa, unda maqsad bo'lsa, shu yo'lda o'zini savollarini uyalmay bera olsa va javoblarni borib biznesida qo'llay olsa, albatta o'sish bo'ladi. Atrofimizda juda ham ko'p tadbirkorlar bor. Shu tadbirkorlik ilmini olishga yoki shu biznesda networkingga uncha qiziqib o'zi ishim shundoq ham yaxshi bo'lyapti-yu yoki menga qatdan o'rgatardi, meni sohamda o'zim 15 yildan beri bo'lsam nimani o'rgatardi deyshadi-da. Bu kibr, ochiq aytaman. Inson beshidan to qabrgacha ilm olish kerak-da. Odobni, beodobdan ham o'rganib qo'yaveradi-da. Ilmga qiziqqan odam kibr qilmaydi. Men bir narsani bilaman demaydi. Bilaman degan odam to'xtagan o'sha. Yo'lida to'xtab qolgan odam bilaman dedi, bo'ldi, kibr. Har doim o'rganish kerak. Nimaga o'rganish kerak? Rizq bitilgan bo'lsa, topadiganimiz berilgan bo'lsa, to'g'ri qilishni o'rganish kerak. Tajribasi bor odam bilan tajribasi yo'q odamni bitta joyga qo'yib qo'ysangiz, mana misol tasavvur qiling, futbol, 5 yildan beri futbol o'ynaydigan bola bilan birinchi marta to'p tepayotgan odam. Qaysi birida veriyatnasi yuqori futbol o'ynayotganda effektiv, zo'r o'ynashga. 5 yildan beri o'ynayotganda. Siz tasavvur qiling, siz biznes yo'lingizda aynan sizga kerak, o'zingiz qiladigan ishlarni oson qilishni maslahatdan beradigan yelkadosh odamlaringiz bo'lsa, biladigan odamlar bilan bilmaydigan odamlar teng bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun shu miyadagi to'siqlarni, miyadagi har xil o'y, xayollar bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz bilan o'zingiz qolib, o'ylab ko'ring. Ilm olishdan to'xtab qolmadingizmi? Ko'pchilikda klubga qo'shilishda bir nechta to'siqlar bo'ladi-da. Bulardan eng keng tarqalgani uyalishga o'xshagan narsa. So'ra olmaydi, networking qilishga qiynaladi, o'zini shu ehtiyojlarini o'sha klubdan olishiga aqli yetmaydi-da. Borganim bilan nima deyman, nima deb tanishaman, qanday so'rayman degan narsa ichida shunaqa narsalar bo'ladi. Bu normal holat, lekin klubga qo'shilganingizdan keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin qadrdon do'st bo'lib ketasiz. Klubga qo'shildingiz degani siz faqat biznes haqida gaplashishingiz kerak degani emas. Ko'pchilik o'zini biznesda yaxshi daromad topsa ham unaqa aqlliman hisoblamaydi. Ko'p narsani bilmaydi, qanaqadir terminlarni bilmaydi. Shu narsalarni bilmagani uchun uyalib qolishdan qo'rqadi. Bu normal. Onamizning qornidan hech kim bilib tug'ilmagan. Bilmagan narsasini shunchaki so'rasa, hech kim boshqacha nazar bilan shuni ham bilmas ekan demaydi klublarda. Klublarda juda ham samimiy. Navarot, shu hech narsani bilmaydigan jaydar odamlar klubning ichida hammani kuldirib, hammani kayfiyatini ko'tarib va hamma ularga nisbatan pozitiv munosabatda odatda bo'ladi. Kim shu botanik bo'lib biznesning ichida hammani narsani biladigan odamdan ko'ra, shu jaydar tadbirkorlar klubning ichida osonroq til topishadi. Bemalol klubga kelib, savollaringizni bemalol ochiq berishingiz mumkin.
Klub shuning uchun klub. Yana bir toifa odamlar bor. O'zi shundaqa muammolarim tiqilib yotibdi. Hozir klubga borsam, yana yangi muammolarni o'zimga kashf qilib olaman-da, ularni ham hal qilishim kerak deb, kelib qo'y, tinchgina o'zim biznesimni qilib yuraveray deb fikrlashadi. Bu narsa u nuqtai nazardan to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin boshqa nuqtai nazardan agar inson fikrlashini o'zgartirmasa, harakatlar o'zgarmaydi. Harakatlar o'zgarmayaptimi? Natija ham o'zgarmaydi. Insonning fikrlashi qachon o'zgaradi? Yana o'sha birinchi mavzuga qaytamiz. Qachonki unga boshqa fikrlash yuqsa, biz odatda ko'p narsani ko'zimiz bilan ko'rib ishonamiz. Eshitgan narsalarimizga unchalik ishonvormaymiz. Amaliyotda ko'rmagan narsalarimizga bu teoriya deymiz, lekin ko'z oldimizda bir insonni real instrumentlar orqali o'sayotganini ko'rsak, harakat qilish veriyatnostimiz oshadi, to'g'rimi? Oddiy hol. Shu narsa uchun klubning ichida bo'lish kerak. Inson hozir o'zi muammoim ko'p deb muammoni ichida qo'rilib qolganidan ko'ra, fikrlashi shu ishchilarniki bilan bir xil bo'lib qoladi-da. Inson kim bilan eng ko'p muloqotda bo'lsa, bilingki 3-4 yildan keyin xuddi o'sha inson bilan bir xil teng darajaga tushadi. Shuning uchun ham oldidagi rivojlanayotgan insonlar bilan birga bo'lsangiz, sizni fikrlashingiz doimiy yangilanadi va doimiy oldiga intilishingiz oson bo'ladi, harakatlar yengillashadi. Tim bo'li sizni muammolaringizni o'sha klubda yechgan odamlar bo'lsa, muammolaringiz ham kamayadi. Uchinchisi, bu juda yomoni, odam odatda bilmaydi o'zida bu narsa borligini. O'zi bilaman, menga nimani ham o'rgatardi bular, nimani ham o'rganardim. O'zim biznesimda 10 yildan beri, 15 yildan beri shu ishda bo'lsam, meni sohamga u qattiq aqli yetardi. Meniki individual, meniki hammanikidan boshqacha deb o'ylaydi odam. Bu normal holat emas. Bu insonni to'xtab qolganini anglatadi. Inson tug'ilibdiki, o'lgunicha ilm olish kerak. Ilm olish bu farz, ilm olish kerak. Nima uchun desa, zamon tez o'zgaryapti. Oldinlari bitta biznes qilsangiz 20 yillab, 30 yillab daromad kelaverardi. Hozir har 2 yil, har 3 yilda biznes modellar o'zgarib ketib qolyapti. Oldingidaqa mijozlarni jalb qilish uslublari ishlamayapti. Shunchaki do'konni ochib qo'yib, klient kelib savdo bo'ladi degan narsa u o'tgan zamonda qolib ketdi. Bundan buyog'iga sun'iy intellekt chiqdi. Davr yanada tez o'zgaradi. Yana ham tez rivojlanadi. Yangi instrumentlarni tadbirkorlar o'zini biznesiga qo'llashiga vaqt ozayib boraveradi. Biznes o'zgarib boraveradi. Shunaqa ekan, siz o'zingizga to'g'ri keladigan muhitda bo'lishingiz va doimiy bilimlaringizni yangilab turishingiz biznesingizga bu juda ham muhim instrument hisoblanadi. Bu videoni ko'rib, men ham tezroq rivojlanishim kerak ekan. Yonimda o't bo'lib yonayotgan, rivojlanishni xohlaydigan, biznesini kengaytirishni, operatsiyonkadan chiqib, biznesini strategik boshqaruvga o'tishni xohlaydigan insonlar bilan, o'tgan odamlar bilan birga bo'lishim kerak degan qarorga kelgan bo'lsangiz, 2026-yilda siz uchun eng zo'r qarorlardan bo'ladi. Asoschilar klubiga qo'shiling. Faqat filtrlar bor. Tadbirkor bo'lgan, oylik daromadi $5000 dan yuqori bo'lgan va bizning kriteriyalarga to'g'ri kelgan insonlargina qo'shila oladi. Buning uchun siz bu haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havolaga o'tib, kontaktlaringizni qoldiring. Albatta siz bilan bog'lanishadi. Birgalikda rivojlanamiz.